10 yil ko'rinmagan oy. 2-qism. Nihayeti şefkatlik ve mehribon Allah'ın ismi bilen başlayman. Assalamu alaykum ve rahmatullahi ve berekatuh. Tövende İslam çakarları grubu tayyorlagan hicret tarihlaridan 10 yil ko'rinmagan ay nomli asarni anglitishimizni boshlaymiz. Sizlar nadin, qaysi shahardan keldinglar deb so'radim. U odam biz Guangzhoudan birga keldik dedi. Men hey, bu qandoq gap? Bu yer bilan u yerning oraliqi necha kunlik yo'l tursa? Sizlar yo'lda mang'ach paranglish baxmadinglarmi deb so'radim. U odam tamtirab turibdi. Ondan men yeliqi kichik boladan so'rab, "Bu odam kim o? Sening nimang bo'ladi? Sen bu yerga kim bilan kelding?" deb so'rashga boshladim. Bu bola mendan qo'rqib ketdimi, o'zicha yig'lab ketdi. Shuning bilan men yenimdagi do'stimga, "Adosh, mavu kalladan ketgan odamlar ekan. Nima qilar bular hijrat qilamiz deb. O'zinglar gap qilinglar bularga" deb qo'yib, o'rnimga berib o'ltirdim. Ondan do'stim u odamga yumshoq qilib, "Aka, yeningizda qanchalik pul bor?" deb so'radi. U odam, "Men yenimdagi pulni sanab baxmadim, bilmayman" deb javob bergach, yanchuqlarini oqtirishga boshladi. Shu kuni bu odam ko'p yanchuqi bor jilit kiyib olgan ekan. Har bir yanchuqini oqtirsa 3000 yoki 5000 atrofida pul chiqishga boshladi. Ondan men yeniga kelib yordamlashib, bu odamning hamma yanchuqidan bor pullarni hammani teshib oldim. Do'stim pullarning hammani yig'ib sanagan edi. Bu pul 90 ming Xitoy puli ekan. Men u odamga, "Bu pul seliningmi yoki mavi ayol bolaningmi va yoki hammanglarning puli mushumi?" deb so'radim. Bu odam yana shu koni gapini qilib, "Men bilmayman. Asli mening yenimda pul yo'q edi. Keyin Guangzhouda bir bola 5000 ko'y pul bergan. Shu pulni bilaman" dedi. Tova, bu bakli qiziqish-ku. Men bularni anglab, nervam chechilib ketdi. Shu asnoda bizni yo'lga salmoqchi bo'lgan do'stim telefon qildi. U telefonda, "Birodar, yangi kelganlardan ayol bolaga pul to'g'risida gap qilmanglar. Ammo er kishining o'zi uchun yo'l haqiga 30 ming ko'y elib tayyorlab qo'yinglar" dedi. Men bu gaplarni anglagandan keyin, demak bular rostilla arayolmaskanda deb ishonishga boshladim. Ammo yanada bu odamning taqqutuqi gaplaridan bu kishini sarang o'xshaydi degan edim. Shuning bilan men bu odamga kirishib olmay, do'stim bilan mengish vaqtini saqladim. Kecha soat 9:00 atrofida do'stimdan telefon keldi. U telefonda, "Yotoqning oldiga tushib saqlab turinglar. Men hozir mashina olib boraman. Bugun yo'lga chiqsizlar" dedi. Biz narsalarimizni elib pastga qarab mangdik. U odammi cho'ng somkasini ko'tarib keynimizdan mangdi. Eliq kichik bola yig'lagan holda kichikroq bir somkani aran ko'tarib mangdi. Ondan hammamiz birga yotoq oldiga tushdik. Yotoq oldida biroz saqlab turgandan keyin mehmonxona oldiga bir ayol va 12 yoshlar chamisidagi bir o'g'il bola keldi. Bu ayol homildor ekan. Biz ular bilan ko'rishdik. Ondan ular o'zlarining bu yerdan biz bilan birga yo'lga chiqadiganini aytdi. Shuning bilan biz ular bilan birga yotoq oldida mashina kelishini saqlab turdik. Bir ozdan keyin bizni yo'lga solmoqchi bo'lgan do'stim keldi. U birdamgacha chegaradagi Xitoydan xabar kelsa, ondan yo'lga chiqamiz. Shunga xabar kelgicha bir oz saqlayli dedi. Biz mehmonxona oldida toki kech soat 12lar bo'lg'ich saqladik. Ondan chegaradagi Xitoy do'stimga telefon qilib, "Bugun mangmaysizlar. Yana 10 kun saqlab, ondan mangsizlar" debdi. Shuning bilan biz, "Ajab yo'l bo'lmadi. Yana qanchalik saqlarmiz?" deyishgach, yotoqqa kirib ketdik. Ertasi deyildi. Bizning hozirgi sonimiz ko'p. Shuning uchun bu yotoqda bundoq to'plashib tursak bo'lmaydi. Biz boshqa yotoqqa o'tkilib ketaylik deyishib, boshqa yerdan yotoq oldik. Bu yangi yotoq yeliqi tungan oshxonasiga xeyli yiroq ekan. Shunga bizning oshxonaga berib tamoq akilishimiz qolaysiz bo'lib qoldi. Ondan biz bir to'qliq qozon setib oldik va shu qozon bilan yotoqda tamoq yetib yedik. Bizning tamoqimiz tuxum aralashtirilgan shifan edi. Biz bu bir xil tamoqni 3 vaqt yedik. Esimda qilishcha, bizdan keyin kelgan homildor ayol yotoqqa tunji kelgan kechasi yangidi. Ondan
Ular shu yotoqda 3 kun turib qolgan edi. Bular bakmi esimda qolmabdi. Ammo qiziq yeri shuki, agar biz shu kuni mang'in bo'lsak, bu homildor ayol chegaraga berib, tog'da tug'ib qo'ygan bo'lsa, qandoq qilar edik, ha? Demak, har bir ishning bo'lishimi Allohning hikmati bilan, bo'lmasligi Allohning hikmati bilan bo'ladi ekan. Gapimizga kelsak, biz bu yangi yotoqda 9 kun turgandan keyin chegara yo'li ochilibdi. Endi mangsanglar bo'ladi degan xabarni topshirib olgandan keyin biz chegara taqlariga qarab yo'lga chiqdik. Bu vaqtda yiliqi tug'utliq ayol to'liq asliga kelibmi bo'lolmagan edi. Ammo bu jasur ayol bizdan qilib qolmay safarga biz bilan birga mangdi. Biz yotoqdan yo'lga chiqib, toki chegaraga borguncha bir kichik minibus mashinada qisilishib o'tirdik. Şoför bizni kayni yo'llarcha elib menvatdi. Yo'llar bakmi egiz bas ekan. Ondan biz sahar vaqti soat 3lar atrofida chegara ko'rinib turadigan yerga kelib to'xtadik. Ondan yo'l ustidan tog' bag'riga qarab, tong suzligicha tog'lar ichida piyoda mangdik. Ondan tog'liqdagi kichik bir bo'shliqqa kelib to'xtadik. Bizni bir Xitoy yo'l boshlab bu yerga elib kelgan edi. U Xitoy bizga bu yerda midirlamay turinglar. Kechda qorong'u tushganda ondan yo'lni davom qilamiz dedi. Bu qitimliq anglitishimiz bu yerda tugadi. Keyingi anglitishimizda ko'rishguncha Allohga omonat. Assalomu alaykum.